2025-yil 1-5 dekabr kunlari mamlakatimizda fuqarolik jamiyati haftaligi o'tkazilmoqda. Ushbu haftalik doirasida 2 dekabr kuni Yoshlar ijod saroyida OV fuqarolik jamiyati institutlari sifatida dolzarb muammolar va istiqbollar mavzusida panel diskussiya bo'lib o'tdi. Tadbirda media sohasi vakillari, xalqaro tashkilotlar, davlat va nodavlat tuzilmalar, matbuot xizmatlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari ishtirok etdi. Bilasizmi, masalan, huquqiy demokratik davlatlarda davlatning o'zining vazifasi bor. Bu vazifasini bajaryapti. Masalan, yalpi xavfsizlik, ta'lim berish, sog'liqni saqlash. Lekin shu bilan birga qaysi davlat yaxshi rivojlanadi? Masalan, biz Yevropa mamlakatlarini olamiz yoki boshqa demokratik mamlakatlar. Qaysindaki shu fuqarolik jamiyati kuchli bo'ladi. Fuqarolik jamiyatini asosiy institutlari bular nodavlat, notijorat tashkilotlar. O'zbekistonda ular 10 mingdan oshiq, lekin afsus hammasini ham biz faolligini ko'rmaymiz. O'zini qanaqadir tor doiradagi masalasini yechishga qaratilgan. Biz o'ylaymizki, mana shu aynan nodavlat, notijorat tashkilotlarning rivojlanishi, ularning odamlarga ta'siri ko'payganda, ularni masalan turli ilmiy tadqiqotlar olib borish, ular so'rovlarni qilishi, ular ijtimoiy bir so'rovlar qiladigan bo'lsa, o'sha jamiyatdagi muammolarni biladi. Va biz davlat bilan birga nodavlat jamiyatlari tashkilotlari shu muammolarni yechadi. Diskussiya O'zbekiston Milliy media birlashmasi va Xalqaro press-klub tashabbusi hamda qator hamkor tashkilotlar ko'magida tashkil etildi. Tadbirda OVning jamiyatdagi roli, axborot ochiqligi va shaffofligini ta'minlashda medianing ahamiyati, fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish kabi qator dolzarb masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, media sektoridagi islohotlar, milliy media muhitini rivojlantirish, huquqiy asoslarni takomillashtirish, xalqaro standartlarga mos kontent yaratish, axborot savodxonligini oshirish va jurnalistning jamoatchilik fikriga ta'siri haqida so'z yuritildi.